ishlarni boshlashimizga adamlar sababchilar. Adamlar o'zi rassom bo'lib ishlaganlar. Qozog'istonda qo'shni davlatda ko'rgan ekanlar shu narsani. Keyin biz amalda sinab ko'rdik. Ko'p yillar davomida, misol uchun sinib ketmaydi, buzilib ketmaydi, yillar davomida turaveradi. Yengilliklar yaratib boramiz. Hozirgi kunda biz 50 xildan ortiqroq detallarimiz bor. Mashina, mototsikl, tanki, katta kichkina narsalarni hammasini qo'shganimizda 50 xilgacha narsalarimiz bor. Bizning xom ashyomiz asosan eski ballonlar. Eski ballonlarni biz shu shahrimizdagi kanalizatsiya ballon yamash shoxobchalaridan olib kelamiz. Bu ekologiyaga ham xudo xolasa yaxshi foyda tarafimiz bor. Buni utilizatsiya qilish qiyin bo'lgan mahsulotda o'zi ballon. Bundan misol uchun ichida simi bo'ladi. Temirini olishimiz mumkin, metal olishimiz mumkin. Bu yerdan ip, kapronli ip bo'ladi. Bu yerdan даже paxta olsa bo'ladi.